siz tengi xolalar hammasi xotirjam bo'lganlari hammasi tuzalyapti. Kim xotirjam emas, xayoli joyiga emas, ko'p nechta qiladi, ular tuzalmaydi. Analizlaringiz yaxshi, faqat jigaringizda fermentlarda ozroq muammo bor ekan. Buni vrach tushuntiribdi. Nevrologetika ozroq muammongiz bor ekan. Bo'ldi, analizlaringizda hammasi yaxshi. Faqat kayfiyatingizni yaxshi qilib yursangiz, dog'laringiz juda tez yaxshi bo'ladi. Chunki sizniki bir chuqur oq dog' emas, yuzak. O'zingiz ham bilyapsiz, xira. Odamlarni ko'ryapsizmi, qanday tinib, to'q oq dog', to'g'rimi? Sizga ham unaqa narsa yo'q. Shuning uchun xotirjamroq bo'ling. Xotirjam bo'lgan odamniki tez yaxshi bo'ladi. Qarang qo'li. Mana bu tabletkani ichasiz kechqurunga. Mana bu tolishiga olasiz 3 kun. Mana bu kremni kechga, bunisini ertalabga surtasiz 10 kunda. 10 kundan keyin men yana qo'shimcha lecheniya yozib beraman. Bugundan boshlaymanmishlar? Ha, bugundan boshlaysiz. Lekin bu to'xtatuvchi lecheniya nasib bo'lsa to'xtaydi. Agar parhezlarga amal qilsangiz, asabingizni buzmasangiz, uyqungizni yaxshilasangiz, ovqatlanish rejimlaringizni to'g'rilasangiz, nasib bo'lsa to'xtaydi. Hammasi birgalikda ketishi kerak.